puli arzonga, uning ustiga ipotekaga ham to'g'ri keladigan bir xona, ikki xonaga o'zgartirilgan uyimizni bugun birgalikda ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Uyimiz Chilonzor tumani 19-kvartalda joylashgan. Ko'rib turganlaringiz uyimizning asosiy xonasi. Bu yerda esa oshxonamiz o'rnini balkonga ko'chirib, bu yerda yotoqxona uchun joy ajratilgan. Albatta, hammomga o'tib ketadigan eshiklari bilan bu yoqda. Uyimiz 4 qavatli binoning 4-qavatda joylashgan. Umumiy maydoni 33 kvadrat. Bu yerda esa balkon qismimizning o'rnini oshxonaga o'zgartirilgan, ko'rib turganlaringdek. Uyimiz yangi ta'mirdan chiqqan. Konditsionerlari ham bor. Glavniy eshikdan kirib kelish eshiklar o'zgartirilgan. Bu yerda stroyniy shkaf uchun joy qoldirilgan va razdelniy sanuzel bilan birgalikda ko'rib turganlaringdek. Uyimizda orienteriga keladigan bo'lsak, 19-kvartal WhatsApp chorrahada joylashgan, yangi ta'mirdan chiqqan, bir xona, ikki xonaga o'zgartirilgan ushbu uyimizda egalari 48 ming AQSh dollar baholashmoqda. Uyimizni naqd va ipoteka orqali xarid qilishingiz mumkin. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyonadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.